Dwayne Johnson 10 yil davomida uni o'g'lim deb atardi, ammo hech kim bunga jiddiy qaramagan, toki o'sha qo'ng'iroq bo'lmaguncha. Dwayne Johnson va Kevin Hart 2011-yilda tanishgan. Bo'ylaridagi katta farq haqidagi hazillar va o'g'lim degan laqab deyarli darhol paydo bo'lgan. Dwayne buni har bir shouda takrorlardi. Kevin esa doim jahli chiqqandek ko'rinardi. Tomoshabinlar esa shunchaki kulardi. Hech kim bu hazillar ortida bundanda chuqurroq rishta borligini o'ylamagandi. Ammo 2019-yil sentyabrda hammasi o'zgardi. Kevin Hartning mashinasi og'ir avtohalokatga uchradi. 3 ta umurtqa sinishi, operatsiya va oldinda uzoq tiklanish davri bor edi. O'sha paytda Dwayne Johnson endigina 14 kun oldin uylangan va Gavayida asal oyini o'tkazayotgan edi. Ammo unga qo'ng'iroq bo'lishi bilan bir soniya ham o'ylab o'tirmadi va darhol ortga qaytdi. Shou jamoasi esa kutilmagan qo'ng'iroq oldi. Dwayne Johnson Hartning o'rniga sahnaga chiqadi. Tadbirni aslida Kevin olib borishi kerak edi. Sahnaga chiqqach esa u faqat bir jumla aytdi: "Mening o'g'lim jarohat oldi va uning o'rniga otasi keldi." Kevin oylar davomida tiklandi va deyarli qaytadan yurishni o'rgandi. Dwayne Johnson esa shu vaqt davomida uning yonida bo'lib ulkan qo'llab-quvvatlash ko'rsatdi.